11 dan 18 daqiqa o'tdi. Hurmatli obunachilar, yana qaytarib o'taman. Yana sumkani urib ketyapsizlar, maylim. Tushunaman. Sinadigan narsa bo'lishi mumkin. Biz dorilar bilan ham ishlaymiz o'rtoqlar. Bir narsa bo'lsa, men ochiqlik aytaman. Sizlarni bo'yningizga qo'yishga majburmiz. Xo'p, bu birinchi masala. Keyingi masala. Nima uchun zakaz topshirib bo'lmasimizdan yana zakaz beryapsizlar-da? Eng yomoni annoqoslar. Narga zakaz olish uchun jo'natyapsizlar. Bu yerda zakaz sovuq o'tdi-ku. Nima uchun o'ylaymaysizlar? To'g'ri tushuninglar, bu holat ikkinchi marta bo'lyapti. Boyga holat 4-marta bo'lyapti. Men hozir shu masala bo'yicha call center bilan bog'lana olmadim. Iloji yo'qda bizda uni spesialniy qilishadi. Nomerni yopib qo'yishadi. Xo'p, maylim. Keyingi zakazimiz sovuq qolishi aniq. Men ogohlantirganman. Atma qiling degan joyimda qila olmagan. Savollar berganda javob bera olmagan mijoz. Vaziyat tushuntirdim. Bundan keyin telefon qilsak, vaziyat tushuntirsak, atma qilinglar dedikmi? Qilinglar o'rtoqlar. Sababi zakaziz kech borishiga 100% javob beraman. Zakaz sovuq qolsa keyin ustimizdan jalbi yozib o'tirmanglar. O'zingizlardan ko'ringlar bu yoqqa. Yangi yil kuni menga qattiq gapirish oson emas. Uzr so'rayman.